Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi videomiz biznes egasi sifatida qanday qilib Bismillahir-Rohmanir-Rohim kalimasini biznesga joriy qilish haqida bo'ladi. Demak, biz avvalgi videomizda aytib o'tganimizdek, qachonki ishlarimiz yaratilish qonunlariga mos bo'lsa, bu ishlar to'g'ri yuradi va bu ishlarda xato, kamchiliklar bo'lmaydi. Nima uchun bunday? Chunki yaratuvchi ishlarida xato qilmaydi. Buning isbot sifatida mana dunyo milliard yillar davomida tizimli ravishda rivojlanib davom etib kelmoqda. Shu faktdan kelib chiqib, biz ham ishimizni qachonki yaratilish qonunlariga mos holda qilsak, demak bizni ham ishlarimiz umri uzoqroq bo'ladi. Shu sababdan biznes egasi sifatida qanday qilib Bismillahir-Rohmanir-Rohim kalimasidan foydalana olamiz. Demak, avvalgi videomizda ko'rib chiqdikki, Bismillahir-Rohmanir-Rohim kalimasi Rohman va Rohim sifatli zotning nomi bilan deb tarjima qilinardi. Demak, biz har bir ishimizni Alloh qanday qilib yaratgan bo'lsa, o'zimizning qobiliyatlarimizdan, imkoniyatlarimizdan, resurslarimizdan, ilmlarimizdan foydalangan holda o'sha yaratilishni davom ettirishimiz kerak. Demak, Bismillahir-Rohmanir-Rohim. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita asosiy kalima bor. Bu kalimalar nima? Rohman va Rohim. Demak, Rohman so'zi umumiy ma'nosi nima? Rohman so'zi bizning o'rganishlarimizga tayanadigan bo'lsak, yaratuvchi va rizq beruvchi degan ma'noni anglatadi. Rohim so'zi demak rahm qiluvchi degan ma'noni anglatadi. Endi Alloh yaratdi, rizq berdi va rahm qildi. Qanday qilib rahm qiladi? U demak bizga hayotimiz davomida qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni to'g'ri bajarishni o'rgatib rahm qiladi. Agar biz uning o'rgatganlarini to'g'ri bajarsak, biz natijada do'zax azobidan saqlanamiz. Demak, rahm qilish, o'rgatish va saqlash, asrash yoki himoya qilish degan mazmunga borib taqaladi. Biz aynan biznes egasi bo'lgan holimizda Bismillahir-Rohmanir-Rohim kalimasini qanday biznesimizga ishlatamiz? Demak, biz bu kalimalardan foydalanishimiz uchun birinchi navbatda Rohman kalimasini qo'llaymiz. Bu demak yaratish va rizq berish. Buni biznesimizga qanday qo'yamiz? Demak, yaratish hammamizga ma'lum. Biz biznesimizni yaratamiz. Va rizq berish. Alloh demak bizga rizq berdi. Qandaydir yashashimiz uchun resurs berdi. Biz ham biznesning yashash uchun resurs beramiz. Bu resurslar nima bo'lishi mumkin? Masalan, asosiy vositalar bo'lishi mumkin, pul resurslari bo'lishi mumkin va biznesimizga kerakli bo'lgan boshqa resurslar bo'lishi mumkin. Demak, bu haqda yana keyingi videolarimizda to'liqroq gaplashamiz. Demak, Rohman kalimasi biznesni yaratish va uni ta'minlash. Demak, ta'minlash deganda biznesimizni bevosita ishlashiga sharoit yaratishni ta'minlash. Keyingi kalima bizda Rohim kalimasi. Demak, Rohim kalimasi yaratuvchi, o'rgatib rahm qiladi insonlarga dedik. Demak, biznesimizga qanday qo'llaymiz? Demak, biz biznesni yuritadigan xodimlarimizga qanday ishlashni o'rgatamiz. Va oxirgi funksiyamiz demak saqlash, himoya qilish bo'ladi. Demak, biz biznesda to'g'ri ishlashni o'rgatamiz va biznesimizni himoya qilamiz. Bundan kelib chiqadiki, jamiki ishlarimizni
yaratuvchimiz Bismillahir-Rohmanir-Rohim bilan boshla degan ekan, biz ham birinchi ishimizni o'sha kalima va undan kelib chiqadigan natijalar bilan boshlaymiz. Demak, birinchidan biz biznesni yaratamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz uni to'liq ishlashga tayyor qilib ta'minlaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz shu biznesda ishlovchilar, xodimlarga qanday qilib to'g'ri ishlash kerakligini o'rgatamiz. Va oxirgisi o'sha biznesimizni himoya qilamiz. Demak, yaratuvchi inson qo'li bilan yaratilishi kerak bo'lgan, inson qo'li bilan qilinishi kerak bo'lgan ishlarni barchasini insonlarga qoldirdi va unga o'sha ishlarni qanday to'g'ri qilish kerakligini o'rgatdi. Xuddi shunday biznes egasi sifatida biz ham jamiki biznesdagi boshqa qilinishi kerak bo'lgan ishlarni aynan xodimlarimiz qo'li bilan bajaramiz va bu bilan tizim va boshqaruv funksiyalarini to'liq bajargan bo'lamiz. Demak, bugun Bismillahir-Rohmanir-Rohim kalimasini biznesimizda qanday qo'llashimiz bo'yicha aynan o'zim bizneslarni tizimlashtirish davomida qo'llagan usullarim haqida sizlarga gapirib berdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Agarki ushbu berayotgan ma'lumotlarimiz sizni biznesingizda, biznesni yuritishda va uni tashkil etishda manfaatli deb hisoblasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.